O'zbekiston xalq shoiri, taniqli dramaturg va tarjimon Ramiz Bobojon haqida ma'lumot bermoqchiman. Ramiz Bobojon 1921-yil Toshkent shahrida xizmatchi oilasida tavallud topdi. Dastlab ta'lim va tarbiya bilan yurtida, so'ngra Toshkent davlat pedagogika instituti, hozirgi Nizomiy nomidagi pedagogika universitetining til va adabiyot fakultetida tahsil oldi. Mehnat faoliyatini Yoshlar gazetasida boshlagan. Ijodkor keyinchalik radiokomitetda muharrir, adabiyot va san'at nashriyotida direktor bo'lib ishladi. Ko'p yillar O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi raisining birinchi o'rinbosari, Vatan jamiyati rahbari lavozimida xizmat qildi. Ramiz Bobojon sermazmun ijod yo'lini bosib o'tdi. Shoirning ilk to'plami 1939-yil nashr etilgan. Qariyb yarim asrlik ijodiy faoliyati davomida Ramiz Bobojonning 30 ga yaqin she'riy kitoblari, jumladan Hadiya, Oltin kamalak, Vodiy bo'ylab, Sevgi sirlari, Senga sevgilim, Birinchi parvoz, Muhabbatga ta'zim, Sening mehring singari majmualari, saylanma asarlari adabiyot muxlislariga taqdim etildi. Zamonaviy o'zbek dostonchiligida Ramiz Bobojon qalamiga mansub Obi hayot asarining alohida o'rni bor. Bu dostonda atoqli shoir xalqimizning bunyodkorlik salohiyatini, do'stlik tuyg'usini ulug'lagan. Uning she'r va dostonlari bir qator xorijiy tillarga tarjima qilinib, chop etilgan. Ramiz Bobojon dramaturg sifatida ham faol ijod qildi. Uning Tog'a va jiyanlar komediyasi, Yusuf va Zulayho dramasi tomoshabinlarning qizg'in e'tirofiga sazovor bo'lib, teatr san'atimiz tarixida o'ziga xos o'rin tutadi. U jahon adabiyotining mumtoz namunalarini, jumladan Aleksandr Sergeyevich Pushkin, Mixail Yuryevich Lermontov, Nekrasov, Tvardovskiy, Tixonov singari rus shoirlarining she'r va dostonlarini, Ibsen, Mixalkov, Xazriy dramalarini ona tilimizga mahorat bilan tarjima qildi. Ramiz Bobojon mustaqillik yillarida hozirjavob publitsist sifatida o'zining badiiy va maqolalari bilan istiqlolimizni tarannum etishga munosib hissa qo'shdi. Ramiz Bobojonning o'zbek adabiyotini rivojlantirishdagi katta xizmatlari davlatimiz tomonidan munosib taqdirlangan. U O'zbekiston xalq shoiri faxriy unvoni va el yurt hurmati ordeni bilan mukofotlangan. Aziz kitobxonlar, sizlar Ramiz Bobojon haqida yanada yaqinroq ma'lumotga ega bo'lish istagida bo'lsangiz, bizning axborot kutubxona markaziga tashrif buyuring. O'zbekiston xalq shoiri, taniqli dramaturg va tarjimon Ramiz Bobojon haqida